Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. O'zbekistonning xalq artisti, aktrisa Zuhra Ashurova haqida tezkor xabar tarqaldi. Zuhra Ashurova egizagi bo'lmasa ham nima sababdan unga bunday ism qo'yilgani haqida so'zlab berdi. Zuhra deb ism qo'yishgani hujjatda 16 sentyabr deb yozilgan bo'lsa-da, tug'ilgan kunini 31 avgustda nishonlash haqida gapirib berdi. 5-farzand bo'lganman. Otamning ham hafsalasi pir bo'lgandir. Oilada 5-farzandman. Mening buvim Do'rmanda doyalik qilgan. Buvim Do'rmanning 90% bolasini men tug'dirganman derdi. Onamni to'lg'oq tutgan vaqt buvimni chaqirib kelishgan ekan. Bolalar uyg'onib qolmasin deb oshxonaga meni dunyoga keltirgan ekan. Chillam chiqqanidan keyin ham ismim qo'yilmagan ekan. Bir kuni xolamning katta qizi kelib, onamdan mening ismimni nima qo'yishganini so'ragan. Onam hali ham ismim qo'yilmaganini aytgan. 5-farzand bo'lganman. Otamning ham hafsalasi pir bo'lgan deb eslaydi Zuhra Ashurova. Xolamning qizi onamga, ko'nglingga olmasang mening ismimni qo'y, nomim o'chib ketmasin deb aytgan. Ular befarzand bo'lgan. Onam otamga hamma voqeani gapirib bergan. Keyin otam tongda yaqin tug'ilganimni eslab, Zuhra yulduziga qiyoslab ismimni qo'ygan. Oradan ancha vaqt o'tib tug'ilganlik haqida guvohnomamni olgani borishgan. Otamga farzandingizni tug'ilgani qachon edi? Endi tug'ilganlik haqida guvohnomasini olgani keldingizmi deyishgan. Aslida 31 avgustda tug'ilganman. Otam farzandimni tug'ilganiga ko'p bo'lmadi. 16 sentyabrda tug'ildi deb aytgan. Ismim Zuhra. Tug'ilgan kunim 2ta, 31 avgust va 16 sentyabr. Otam aytgan tug'ilgan kunimni, ya'ni 16 sentyabrni 1997-yilgacha nishonlab yurdim. 1998-yilning 15 sentyabrda otam tomimizning ustiga yong'oq qoqaman deb chiqib yiqilgan. Kasalxonaga olib borishgan va o'sha yerda vafot etgan. Otamni 16 sentyabr kuni ko'mganmiz. 1998-yildan beri tug'ilgan kunimni 31 avgustda nishonlayman. 16 sentyabr men uchun juda ta'sirli kun deydi aktrisa. Sahnada hamisha nozik, latif, ko'ngillarga yaqin obrazlarni yaratgan Zuhra Ashurova faqatgina aktrisa emas, balki yuragida ming dard, ming sevgi, ming iste'dod yashaydigan ayol. Uning har bir qadami, har bir sukuti, har bir tabassumining ortida bir umr og'riq, bir umr kurash, bir umr sabr yotadi. Zuhra Ashurova Instagram va YouTube orqali bergan intervyularda hayotning har bir og'riqli burchagini ochiq gapirib berdi. Uning so'zlarida nihoyatda samimiylik va insonni titratuvchi haqiqat yashiringan. Har bir gapi odamning yuragiga borib uriladi. Zuhra Ashurova hayotda eng buyuk suyanchi, ota va onasidan judo bo'lgan paytidagi og'rig'ini so'z bilan ifodalash qiyinligini aytadi. Ona degani farzand uchun duo, panoh va yuragidagi mehr daryosidir. Shu daryo quriganda insonning ko'z yoshlari to'xtamaydi deb ko'z yoshlarini yashira olmadi. Intervyu paytida uning bu gaplari millionlab insonlarning ko'ngliga borib urildi. U hayotdagi eng katta boyligi deb farzandlarni aytadi. Har bir rolida o'zining bir qismini jonlantirgan. Ayniqsa ona obrazlarida jon kechirishi, ekran orqali tomoshabinlarga qalbini ochishi muxlislar qalbida unutilmas iz qoldirdi. Uning hayoti go'yo to'lqinlar bag'ridagi kemadek, bir pastda osmon, bir pastda qorong'u. U ko'pincha intervyularda odamlarning tabassumlarini ta'minlash uchun o'zim ko'p yig'ladim deya aytadi. Jondan sevgan insonlardan ayrilgan, ishonch bildirgan, do'stlaridan xiyonat ko'rgan, sahnada og'ir bemorliklar bilan kurashib, tomoshabinlar oldida baribir kulib chiqqan bu Zuhra Ashurovaning haqiqiy yuzi edi. Muhabbat dunyosi ham unga oson kechmadi. Sevib ishonib, yurak berib, oxirida yuragi singan onlar, bevafoliklar, o'zini har tomonidan sinovga solgan vaziyatlar barchasi Zuhraning yuragida tiklanmas izlar qoldirgan. Lekin u taslim bo'lmagan, u kurashgan, u tirishgan, u sahnaga qayta qaytgan. Bugun Zuhra Ashurovani minglab insonlar muhabbat bilan eslaydi. Uning so'zlaridan ruhlanadi. O'zida sabr va to'g'rilikni topadi.
Zuhra o'z intervyularida tez-tez o'zi uchun eng qadrli inson, otasi haqida to'xtalib o'tadi. Uning hayotidagi birinchi va eng og'ir yo'qotish otasini yo'qotgan kun bo'lgan. Bolaligida uni qo'llab-quvvatlagan. Qizim, bir kun kelib sen butun O'zbekistonni mahliyo etasan deb umid bog'lagan inson endi yo'q edi. U paytdan boshlab Zuhra nafaqat aktrisa, balki oilasi uchun suyanchga aylandi. Onasi esa Zuhraning tirik qahramoni edi. Uning har bir chiqishi oldidan onasi qilgan duo Zuhrani ilohiy kuch bilan to'ldirgan. Bir intervyusida Zuhra shunday deydi: "Har gal sahnaga chiqishimdan oldin onamning ovozini eslayman. Allohim bolamni mehr bilan qo'lla." Ana shu duo meni uchun yolg'izlikdagi yorug'lik. U hayotdagi ko'p orzulardan kechdi. Ko'p narsadan voz kechdi. Nafaqat farzandlari baxtli bo'lsin deb, uning barcha kurashlari, kechalardagi yig'isi, sahnadagi muvaffaqiyatlari barchasi bolalarning kelajagi uchun qurbon qilindi. Bir gapida aytib o'tgan: "Menga shuni aytishgan, sahnadagi Zuhra qanday o'zini tutadi?" Men esa javob berdim: "Sahnada ham, hayotda ham men eng avvalo farzandim uchun yashayapman." Zuhraning sevgi hayoti afsuski uni baxtga emas, og'riqqa yetakladi. U sevgan, ishongan, yuragida joy bergan inson esa unga g'amdan boshqa narsa qoldirmadi. Ushbu jabrlar haqida sukut saqlashga urindi. Ammo intervyularda ba'zan yuragidagi og'riqni yashira olmadi. "Men sevdim yurakdan, ammo sevgim menga xiyonat qilib qaytdi. Shu paytda sahna meni qutqardi. Sahnaga bosh egdim va yig'imni yuzimga tabassum qilib pinhon qildim." Zuhraning har bir obrazi u hayotda his qilgan bir toifadir. U rol ijro qilmagan, balki hayot kechirgan. Bir onani, bevafo kelinni, yuragi jarohatlangan ayolni o'ynabgina ko'rsatmagan, balki yuragi bilan yashagan. Shu bois uning har bir chiqishi, har bir mimikasi va ko'z qarashi tomoshabinni yig'latgan, o'ylatgan. YouTube va Instagram orqali bergan intervyusida aytadi: "Har kim sahnada yuradi, lekin sahna yuragida yashaydiganlar kam. Men sahnada yurmadim, men u bilan yashadim. Og'riqlarimni u bilan baham ko'rdim. Sizlar qarsak chalgan paytda men ichimda yig'lardim." Bugun u nafaqat aktrisa, balki elning sevimli singlisi, onasi, o'rnak ayoliga aylandi. Uning tajribalari, yig'lari, sabrlari minglab ayollarga kuch, ruhiy tasalli va eng muhimi umid bo'ldi. U hayoti bilan isbotladi: "Sinsang ham sinma, yig'lasang ham sevin, tashlab ketishsa ham qayta yugur. Sen shundoq ham qahramonsan", deydi Zuhra Ashurova. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.